Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 4-oyning 22 kuni payshanba. Muborak Ramazon oyining 10-kuni. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, tuanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqun Aysa Efendi 21 aprel günü Germaniyanın nopuzluq matbuatlarından Dünya gazetida e'lon qilgan maqolasida Germaniya hukumatini Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarata inkas qaytarmaslik bilan aybladi va Germaniya shirkatlarini Xitoyning jinoiy qilmishlariga sherik bo'lmaslikka chaqirdi. Dolqun Aysa Efendimning mazkur maqolasi Germaniya matbuotlarida kuchli xulg'uli qo'zg'adi. Dolqun Aysa Efendimning maqolasida o'ttirib qo'yilgan bayonlar Germaniya ovoz qatorliq boshqa matbuotlarda keng doirada o'rin oldi. Shu kuni markaziy organi Germaniyadagi dunyo xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti o'zining to'g'rida Dolqun Aysa Efendimning maqolasiga ifoda bildirib, uning Germaniya hukumatiga va Uyg'ur majburiy amgikidan naf ilayotgan Germaniya shirkatlariga qaratgan yuqorqi tanqidlarni to'liq qo'llaydiganligini bildirdi. Dolqun Aysa Efendim mazkur maqolasida mundaq deb ko'rsatdi. Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka uchrayotganligi va insoniy haq huquqlarining og'ir darajada dafsanda qilinayotganligi dalil isbotlari bilan oshkorlangan bo'lsa-mu, afsuski Germaniya hukumati o'zining iqtisodiy manfaatlarining ziyonga uchrishidan vahim aylab hozirgacha bu masalada Xitoyni ayblashdan o'zini qochirib keldi. Germaniya hukumatining bu xil qilmishi Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarning kishilik huquq vaziyatining texmo yomonlashiga turtki bo'ldi. Germaniya hukumatining zulm oldida sukut qilib turaverishidek bu xil qilmishi Germaniyada yashayotgan va Germaniyani o'zining ikkinchi vatani deb qarayotgan biz Uyg'urlarni qattiq afsuslantirmoqda. Dolqun Aysa Efendi maqolasida yana Yevropa Ittifoqining bu yil 22 mart Xitoyga qarata yurgizgan embargosining nihoyatda muhim bir qadam ekanligini ta'kidlash bilan birga, afsuski ko'plagan Germaniya shirkatlari, masalan, avtomobil shirkati Volkswagen qatorliqlar hozirgacha Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan majburiy emgak tuzumidan naf ilib, Xitoyning kishilik huquq tajovuzchilik qilmishlariga sherik bo'lib kelmoqda. Bu xil ahvollarga yana taqat qilib turish aslo mumkin emas deb ko'rsatdi. 19 aprel Germaniyaning dunyoga mashhur avtomobil shirkati Volkswagenning xalqaro kishilik huquq tashkilotlari va Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlarining shuncha kuchli noroziligiga qaramay o'zining 2013-yili Urumchida qurgan sho'ba zavodining ishlab chiqarishini davomlashtirganligini e'lon qilishi g'arb matbuotlarining kuchli tanqidiga uchragan edi. 21 aprel günü Dünya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa Efendi yana Yevropa Birligi kishilik huquq oliy komissari Emun Gilmora Efendi bilan o'tkazgan to'g'ri suhbatida Yevropa Ittifoqi tarafidan 22 mart Xitoyga qarata yurgizilgan embargodan mamnuniyat tuyg'anligini ifoda qilish bilan birga, buning yetarlik emasligini, Yevropa Birligining darhol Sharq Turkistonga tekshirish hay'ati avatib Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlari haqida erkin holda bevosita aniqlash ilib berishi lozimligini, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish uchun Yevropa Birligining Xitoyga qarshi yanada qattiq va unumli choralarni yo'lga qo'yishining to'liq zarur ekanligini alohida ta'kidlab o'tdi. Dolqun Aysa Efendi suhbat yig'inida yana hozirmi ham ko'plagan Yevropa shirkatlarining Uyg'ur majburiy amgikidan naf elishni davomlashtirayotganligini, ularning bu xil qilmishining Xitoyni yanada jasoratlantirishga sababchi bo'layotganligini bayon qildi. Yevropa Birligi kishilik huquq oliy komissari Emun Gilmora Efendi suhbatda qilgan so'zida Yevropa Birligining Sharq Turkistonga tekshirish hay'ati avatish masalasi haqida xelidan beri Xitoy taraf bilan suhbat o'tkazib kelayotganligini, ammo Xitoy hukumatining turli shartlarni o'tirg'a qo'yib olishi sababidan bu xil tekshirishning hozirgacha amalga oshmay kelganligini, Yevropa Birligining asli maqsadining Xitoyning sun'iy usulda o'rinlashtirish bilan emas, balki erkin va mustaqil holda tekshirish ilib berish ekanligini, Yevropa Birligining Xitoy bilan bo'lgan har qanday munosabatlarda Uyg'urlar masalasining muhim kun tartiblarining biri bo'lib kelganligini eskartib o'tdi. Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu 20 aprel günü Türkiye'deki eng cho'ng televiziya kanallaridan biri hisoblangan Xabar Turk'da tarqatilgan programmada muxbirlarning Uyg'urlar to'g'risidagi savollariga javob berib, Türkiye hukumatining Uyg'urlarning haq va huquqini qo'g'dayotganligini, buningdan keyinmi qo'g'daydiganligini bayon qildi. Xabar Turk televiziyasi programma riyosatchisining o'qituvchi partiyalar hukumatni Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bilmaslik bilan ayblayotdi. Sharq Turkiston masalasi haqida nimalarni qilyapsizlar degan savoliga u mundaq deb javob berdi. Türkiye Sharq Turkiston masalasida albatta sazgur va bu vaqtda zimmasiga tushganini qilyotdi. Shundaqla bundan keyin qilishni davomlashtiradi. Bu vaqtda ikki jihatdan xizmat olib beryapmiz. Biz har doim Xitoy bilan bo'lgan har darajadagi rahbarlarning uchrashuvlarida Sharq Turkiston masalasini o'ttirg'a qo'yyapmiz. Bu masalaga bo'lgan sazgurligimizni va Xitoydan kutganlarimizni o'ttirg'a qo'yyapmiz. Eng oxirgi qitim Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Anqaraga kelgan vaqtdagi uchrashishimizda bularni o'ttirg'a qo'ydik. Men buni o'zimning Twitter orqali e'lon qildim. Mavlud Çavuşoğlu Turkiyaning Sharq Turkistonga hay'at avatishni o'ylayotganligini, lekin Xitoydan texnik javob kelmaganligini bayon qilib bundaq dedi.
Prezidentimiz Recep Tayyip Erdoğan Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan har qitim ko'rishganda Uyg'ur masalasini o'ttirg'i qo'ydi. Koronavirusi paydo bo'lishdan burun Xitoy Sharq Turkistonga bir hay'at yo'llashimizni talab qilgan edi. Biz buningga tayyorlik qilayotganda koronavirus butun dunyoga yamrashga boshladi. Wang Yi kelganda yana biz uningga hay'at avatayli. Lekin xohlagan yerlarni ziyorat qilsin, xohlagan kishilar bilan ko'rishayli dedik. Lekin texicha Xitoydan javob kelmadi. Mavlud Çavuşoğlu yana Turkiyaning Uyg'urlarga ega chiqayotganligini, bundan keyin mo ega chiqadiganligini bayon qilib mundaq dedi. Biz bu masalani hal qilishga tirishyapmiz. Buni hal qilishning oson emasligini mo bilamiz. Lekin bu insonlik masalasi. Buni Xitoy dushmanligiga aylantirishma to'g'ri emas. Xalqaro jamoatchilikning besimi muhim. Biz Xitoyga Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va O'zbek qatorliqlarning Xitoylar bilan o'xshash haq va huquqqa ega bo'lishi kerakligini da'vatimiz. Ba'zi o'qituvchilar Xitoyning ba'zi talablarini o'rindiganligimizni ilgari suryotidi. Bularmi to'g'ri emas. Biz Xitoy talab qildi deb o'z fuqarolarimizni ba'midik. Ba'maymiz. Bundaq bir siyosatimizmi yo'q. Biz Turkiya Cumhuriyeti bo'lish sifatimiz bilan Uyg'ur qarindoshlarimizning haq va huquqini qo'g'dayotimiz. Bundan keyin qo'g'dashga davom qilamiz. Sharq Turkistondagi jazo lagerlari dunyoga oshkorlangan 2017-yildan buyon Turkiya Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu 2 qitim, Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi 2 qitim, hokimiyat beshidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi bayonotchisi 5 qitim maxsus Uyg'urlar masalasi haqida bayonot e'lon qilib, Uyg'urlarning vaziyatidan andisha to'yayotganligini bildirgan edi. Amerika Davlatlik diniy e'tiqod erkinligi komitetining dunyodagi o'xshamagan davlatlarning diniy e'tiqod erkinligi ahvoli haqida e'lon qilgan 2021-yillik tekshirish dokladida Uyg'urlarning diniy e'tiqod erkinligining og'ir darajada dafsandichilikka uchrayotganligi muhim salmoqni egalladi. Mazkur dokladning e'lon qilinganligi munosabati bilan 21-aprel kuni Amerika Davlatlik diniy e'tiqod erkinligi komiteti maxsus murosim o'tkazib, har qaysi sohaga bu yillik doklad haqida tushuncha berdi. Murosimda komitet raisi Gail Manchin xonim oldi bilan so'z elib, bu qitimqi doklad haqida qisqacha tushuncha berdi. Bo'libmi o'zlarining yillardan buyon har qaysi davlatlardagi diniy e'tiqod erkinligining yaxshilanish yoki chekinishga qarab mengayotganligini kuzatib kelayotganligini. Bu yilqi dokladmi ana shu tariqadagi astoydil kuzatish, tadqiq qilish va isbotlashdan o'tgan materiallar asosida tayyorlanib chiqqanligini alohida eskartib o'tdi. Muavin komitet raisi Tony Perkins apandi murosimda qilgan so'zida o'tgan bir yilda bir qism davlatlardagi diniy e'tiqod erkinligida yaxshilanish borliqqa kelgan bo'lsa-mu, yana bir qism davlatlarda buning texmi nacharlash manganligini, jumladan Xitoy Kompartiyasining dinni xitoylashtirish shuorining ta'sirida Uyg'urlar va Tibatlarning diniy e'tiqod erkinligining og'ir bostirishlarga duch kelayotganligini, dal shu sababdan millionlarcha Uyg'urning lagerlarga qamilishidek zo'r fojianing borliqqa kelganligini alohida ta'kidladi. U Xitoyning navbatda iqtisodiy kozirdan foydalanib, bu xil kontrollik va bostirish tadbirlarini chegara halqagan doirada ijro qilishga boshlaganligini, jumladan ularning Amerika Xalqaro diniy e'tiqod erkinligi komitetining a'zolariga embargo qo'yganligini eskartib, o'zlarining bu xil reallik haqida Bayden hukumatiga bir qator yangi takliflarni berganligini bayon qildi. Murosimning ikkinchi bo'ligi savol-javob qismi bo'lib, buningda yig'inga qatnashgan har soha kishilarining savollariga javob berildi. Amerika Davlatlik diniy e'tiqod erkinligi komitetining komissari Nuri Turkal apandi yig'in qatnashuvchilarining navbatda Amerika hukumati Xitoydagi bu xil diniy e'tiqod dafsandichiligiga qarshi nimalarni qila oladi degan savoliga javob berib, Amerika hukumatining Xitoy bilan bo'lgan suhbatda arzimas ishlarga bosh qotirib vaqt isrof qilishining o'rniga Uyg'urlar masalasi haqida allaqachon muntazam tus ep bo'lgan bir qism munosabatlik qonunlarni tatbiqlash lozimligini ta'kidlab o'tdi. Shuningdek, Xitoyning hozir rasmiy holda Amerika hukumatiga qarshi birliksab hosil qilishga urinayotganligini eskartib, ilgirki vaqtlarda bozor topgan Xitoy qudrat topsa demokratiyaga qarab mangdu deydigan xato qarashning saboqlarini unutib qolmaslik lozimligini bayon qildi. Federatsiyachilar to'g'rida e'lon qilingan bir maqolda bildirilishicha, Amerikaning Cumhuriyetchilar partiyasiga mansub Ovom palata a'zosi Chip Roy yaqinda Amerika Davlat Majlisiga Xitoyning atalmish planliq tug'ish siyosatini ijro qilishi uchun iqtisodiy jihatdan yordam berib kelayotgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Nobus fondiga pul berishni cheklash to'g'riliq bir qonun loyihasi sungan. Ilgirki yillarda Amerikaning mazkur fondga pul chiqarib yordam berishi talash-tortish qilinib kelayotgan masala bo'lib, buning sababi bu fondning xizmati majburiy bola tushirish va tug'maslik operatsiyasi ishlari bilan munosabatli ekan. Qonun loyihasida Xitoy hukumati Uyg'urlarning nopusini ozlatib, irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan va Amerika hukumati buningga qat'iy qarshi turayotgan vaziyatda Amerikaning hargizmi bu fondga iqtisodiy yordam bermasligi lozimligi ta'kidlangan. Xabarda aytilishicha, o'tgan yil Trump hukumati Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan Xitoyning hamkorligi tufaylidan Nopus fondiga beradigan pulni tutib qolgan hamda hukumat olmishga oz qolganda Xitoyning jinoyati irqiy qirg'inchilik deb jakarlagan.
Ammo Bayden garchi Kengash palata a'zosi vaqtida bu fondga yordam berishni rad qilib ovoz bergan bo'lsa-mu, ammo prezidentlik o'rniga chiqqandan keyin bu fondga yordam berishni asliga keltirgan. Ovam palata a'zosi Chiproy Amerikadagi bosh to'laguvchilarni kishilik huquqni dafsanda qilish jinoyatiga sherik qilmaslik uchun Bayden hukumatining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Nobs fondiga yordam berishni to'xtatishi kerakligini ta'kidlagan. Xitoyning sesix nomi pur ketgan atalmish planliq tug'ish siyosati majburiy bola tushirish va tug'maslik operatsiyasi qilishni asos qilgan bo'lib, dunyo bo'yicha eng uzun davomlashgan va hali ham davomlashayotgan bu qabih qilmish 400 million nobusning dunyoga kelishini cheklagan. Ovam palata a'zosi Chiproy tarafidan sunilgan qonun loyihasida mundaq deyilgan. Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa musulmon ayollarning bolasini tushirib etish va tug'dirmaslik operatsiyasi qilish shaklida irqiy qirg'inchilik yurgizishi xalqaro jamiyat tarafidan kuchli ayblanishi kerak va Xitoy buning oqibatini ustiga elishi kerak. Bayden hukumati bu qirg'inchilikqa taqobil turaman deydigan, Xitoyning Uyg'urlarga zulm selishiga yo'l qo'ymasligi, vositalik shaklda bo'lsa-mu yordam bermasligi kerak. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Nobs fondi Xitoyning bu vahshiy qilmishi va irqiy qirg'inchilik jinoyatini bilib turib, uning bilan hamkorlashishni davom qilayotgan ahvolda buningga yordam berish uning jinoyatiga sherik bo'lganlik. Shunga Amerika hukumatining bu yordamdan voz kechishi uning Xitoyning Uyg'urlarga qaratan jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb jakorlashi bilan o'ng tanasib keladi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilish haqida Avstraliya hukumatiga bo'lgan ishki bisimlar uzluksiz kuchayib bormoqda. Muhofizatchi gazetining xabaridan qaraganda Avstraliyadagi o'qituvchi partiya bo'lgan Amgak partiyasining tashqi ishlar bayonotchisi Davlat Majlisi a'zosi Penny Wong bu vaqtda maxsus to'xtalib, Morrison hukumati cho'qim Xitoyning Xinjiang rayonidagi kishilik huquq dafsandichiligini irqiy qirg'inchilik deb toniydigan yoki to'namaydiganligini tushundirishi kerak degan. Penny Wong 19 aprel kuni Avstraliya Xalqaro munosabatlar institutida kishilik huquq masalasining Avstraliya tashqi siyosatidagi o'rni haqida so'z qilganda, Uyg'ur qirg'inchiligi va majburiy emgak masalasida Avstraliya hukumatining bu masaladagi pozitsiyasining keskin va ochiq bo'lishi kerakligini ta'kidlagan va Avstraliya hukumati Uyg'ur majburiy emgak kuchi va boshqa kishilik huquq dafsandichiligidan bevosita foyda olayotgan chet el shirkatlari, amaldorlari va boshqa o'rinlarga qaratmalik holda jazo tadbiri qo'yishi kerak. Biz Xitoy hukumatining xalqaro kishilik huquq majburiyatini ado qilishini va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq oliy komissarining Sharq Turkistonga to'salg'usiz berib ziyorat qilishini talab qilamiz. Shundaqla Avstraliya hukumatining sherik davlatlari bilan hamfikr bo'lishini umid qilamiz degan. Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratayotgan irqiy qirg'inchiligini ayplash maqsadida bu yil 22 mart kuni Amerika, Kanada, Angliya va Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlat birlikda Xitoy hukumatining 4 nafar amaldori va 2 organiga jazo tadbiri qo'yganligini e'lon qilgandan keyin, garchi Avstraliya hukumati bu vaqtda maxsus bayonot e'lon qilib yuqorqi hukumatlarning harakatini qarshi oladiganligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo Avstraliyaning bu sabda o'rin olmasligi, shundaqla Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qaror loyihasining Avstraliya parlamentida rad qilinishi qattiq tanqidga uchirgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyingi qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.